Ay balam, mamram tutmayıp qo'yma. Nima bo'ldi? O'yladi, ixlatdan yig'ilib qopdi-ku, to'kib atay deb keyin ko'tarib qo'ysam, yaltirib oldimi, og'ir ketib bordi bu. Ixlatchiligini kuydiramidingizmi? Chetingizda Uson polvondek qolgan bilan udalansin kuchingiz yo'qkan-ku sizning. Ha, kuchim yo'q. Shuning uchun ixlat to'kadigan, ko'mrak kiradigan inson otingiz qildigan balam. Tutaman yana. Ha, endi u otam yoshligini bilgansiz. Hay, shunchalik ishqim yo'q deyish ketamdi. Do'yindik o'z kelishgan, pul topa oladigan oilasi kuyim bor. Ha, longman akaslarni ko'rmayaptamsiz siz. Otangiz-ku shularni o'rgansuldi. Siz do'yindagi o'zchaylik, badani o'roq, am pul topa oladigan arkadaşlarni ko'rmayaptamsiz. Siz nimishqa ulardan o'rganmaysiz? Shuning uchun apa, bishqalarni metesilishdan burun o'zim bir sanatlar baqish kerak. Jinnim atam ilma her gün ishga bordi. İşte yerib kepsi ishlarni qilish berdi. Siz mijozing yo'q qolganda atam sizga qamoq berdi. Siz diginingizni olib berdi. Mushunchalik bo'lmamdi. Qo'shnimizning qalasi o'zi o'rib boqchon. Qiynapamning balasi bo'yib baqa g'alijon deb. Taqqa rozumaykensiz siz apa. Atam menga ayollarning isli haya bilan yurgani baxtlidir amidan qanoatni bilgani degan. Adam degan jo'q qanoat qilishni bilish kerak. Tushundingizmi?